Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Lenebit faktoriyasida ro'yxatdan o'tish va promokod olishni o'rgatamiz. Buning uchun biz Lenebitning ichiga kirishimiz kerak bo'ladi. Ichiga ham kirib oldik. Bu yerda ikkita tugma kirish va ro'yxatdan o'tish deb turibdi. Agar siz oldin o'ynagan bo'lsangiz, kirish tugmasini, yangi o'ynamoqchi bo'lganlar ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Bu yerda ikkita bosqich bor. Birinchisi to'liq, ikkinchisi bir bosishda. Biz to'lig'ini tanlaymiz. To'lig'ini bosib agar ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizda ertaga pul chiqarishda muammo bo'lmaydi. Bu yerga ism deyapti. Masalan, ism Shahboz. Familiya Otayorov. Mintaqa, mamlakat O'zbekiston turadi. Mintaqa Samarqand viloyati. Shahar Urgut. Bu yerda valyuta deb turibdi. Valyuta agar sizga O'zbekistonga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, AQSh dollari, yevro, rubl va boshqalarni topishingiz mumkin. Bu yerda email kirgizasiz. Email masalan Otayorov Shoha. Bu yerda telefon raqamingizni kiritasiz. Keyin esa parol kiritasiz. Masalan Shoh 90. Shoh 90. Parolni takrorlaysiz. Shoh 90. Shoh 90. Va bu yerga promokod kirgizasiz. Promokod Shahboz 072. Bu mana shu promokod orqali ro'yxatdan o'tadigan bo'lsangiz, sizga 100% bonus beradi. Va bu yerda sport bonus, qanaqa bonus olmoqchi bo'lsangiz, shuni bosasiz. Masalan, mening promokodim Casino va Gamesga o'tadi. Keyingisi mana shu 3 ta tugmachani bosamiz va ro'yxatdan o'tamiz. Va keyingi usulga o'tamiz. Keyingi usuli bir bosishda. Bu yerda promokod kirgizamiz. 3 ta raqam va shu bilan bizning o'tog'imiz tayyor.